Navbatdagi granulyatorimiz Andijonlik akamizga tayyor bo'ldi. 7,5 kilovat, 1,5 оборот, Volga Zadimos, matrisalanadigan 200 diametrli, 8 millimetrli mollar uchun xohlasa granulyator yasab berdik. Soatiga 200 kilo, 300 kilo chiqaradigan matrisalanadigandan prostoy granulyator xohlasa chiqarish boshladi. Ishlashlari zo'r, xudo xolasa. Akamiz o'zlari motor berishgan, motorlarni qo'yib berdik. Bemalol soatiga 200-300 kilo yerni chiqaraveradi. Bunga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazarishdamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.